ko'rsatish deydi. Masalan, qimmat rostkengo ko'rsatishning programmani qo'zg'atsam ma'nosi ko'rinyotidi-ku, ko'rinyotidi. Endi ba'zida biz bundaq bir ehtiyojimiz bo'lib qoladi. Masalan, programma qo'zg'algandan keyin mush ko'zni ko'rsatmaydigan orqa sahnada ijro bo'ldi. O chaqda biz ma'ni ko'rsatmaydigan holatda tangshab qo'ysak ko'rindimi? Ko'rinmadi. Ekranda yo'q-ku hozir. Hech nima yo'q. Shunday ko'rinmaydigan yo'shirdigan holatda shu ko'rsatish xosligini ishlatamiz. Windows stat deydi. Yani muşununki köznekninki 6 demekçi. Közneknin 6. Bunda olsa biz manınki qarsak birincisi 0 tuğan normal ken go. Kirep baksam 1 2 dep 3 xil qimmat alken. 0 normal ken. Birini alsam en kichik holat deydi. Programni qo'zg'atsam maya ko'rinib tushib ketibdi, ama tushib ketdi. Endi agar men buni da qilsam eng cho'ng holat bo'lsa ekran qiling to'lab chiqadi ekan, shundaymi? Endi bu Nədik nəsi, bu qaysı nəsinin ixtidarı var desək, muşkunuklarının ixtidarı var. En kiçik alet, en çoğun alet, normal alet ko. Programını qo'zg'atdim mana, normal aletdə kichikleşdi, cho'ngaytdim, cho'ng bo'ldi, shundaymi? Biz mushni boshqa kunuklar bilan bir taraf qila olamiz. Mao kichikroq bo'lsin, minimizat bo'lsin, ma cho'ngroq bo'lsin, cho'ngaytirgani bo'lsin. Mana vaklab men yozib qo'yman. Forum 1'ninki Windows Stats'tan 1. Manınğa Forum 1'ninki Windows Stats'tan 2. Şunda go? 0 1 2 3 qimmat oldi-go. Programni qo'zg'atdim. Kichik holat tushib ketdi mayaga. Kichiklab ketdi. Endi men mani da bassam cho'ngayib ketdi. Bassam kichiklab ketdi. Eng cho'ng qilish kunupkisi. Navbatki shu tushuntirilgan xosligimiz eng cho'ng qilish kunupkisi. Bu mavzusundagi eng cho'ng qilish kunupkisini seplash yoki seplamaslikni bildirdi. Qimmati logikalik qimmat oldi, ya'ni rost va yolg'on bo'ladi. Rost bo'lsa bu kunupka seplangan bo'ladi. Agar qimmatni yolg'on o'zgartirib etsam, u holda bu kunupka ishlamaslikka oldi o'tadi. Ya'ni programni qo'zg'atgandan keyin bu kunupkani ishlatilmaydi. Bir basam cho'ngaytdi-ku, cho'ng'utanmayman demakchi. Demak, Maxbot'un degan eng cho'ng qilish kunupkisini ishlatish yoki ishlatmaslikni bildiradigan xoslik. Qatlamliq ramka hosil qilish xosligi. Odatdagi qimmati yolg'on bo'ladi, ya'ni ko'p ramka o'zaro ichki qismida 2 ramka hosil qilgan. Agar biz buning qimmatini rost o'zgartsak, u holda boylik boshqaruvchida shaklimi o'zgardimi ko'znikni. Ya'ni 2 dona ramkaning surati ko'rinib qoldi-ku. Shaklmi o'zgardi. Ammo bu xoslikni rost qilib etgandan keyin programning ichiga kirib MDI ramkasi qo'shma degan buyruqni ijro qilgandan keyin mush bir MDI ramkasi qurib beradigan ko'znak etilib chiqadi. Buning faqat bir ramka va MDI ramkasi deydigan. Mushni qo'shma. Qo'shgandan keyin boylik boshqaruvchiga kirsam, bir dona ramka qo'shildi. Hamma yerda rangi o'xshamaydigan, ya'ni oq ko'rinish rangi o'xshamaydigan bir ramka qo'shildi. Bu holatda men programni qo'zg'atsam, Forum 1 MDI ramkasining ichida ko'rindi. Xuddi Photoshop, Flash yoki shunga o'xshash yumshoq detallardagi ichki ko'znakka o'xshaydi. Mana shunga o'xshash ko'p qatlamliq, murakkab yumshoq detallarni tuzgan vaqtimizda biz mush MDI ramkasi degan xoslikni ishlatamiz, ya'ni MDI child. Xoslikni rost qilib qo'yib, MDI ramkasi qo'shib ishlatamiz. Eng kichik qilish kunupkisini seplamaslik, ya'ni minbotdan eng kichik qilish kunupkisini seplamaslik xosligi. Qimmati logikalik qimmat oldi, rost va yolg'on. Rost bo'lgan vaqtida bu kunupka seplandi. Agar buning qimmatini yolg'on qilib etsak, mushu eng kichik qilish kunupkisi ishlamaslikka oldi o'tadi. Ya'ni mush eng kichik qilish kunupkisini seplash yoki seplamaslik uchun ishlatiladi. Bir vaqtda minbotdan va maxbotning har ikkisining xosligini yolg'on qilib etsak, u holda bu ikki kunupka biroqli ko'rinmaydi. Yani mavzusidan g'oyib bo'lib ketadi, yoshirin holatga o'tadi. Minbotdan eng kichik qilish kunupkisini seplash yoki seplamaslik. Mouse sin belgisi. Bu xoslik mouse'ga sin belgisi seplash uchun ishlatiladi. Odatda mouse'ning sin belgisi Windows'ning o'z tungan holatida bo'ladi. Agar biz ma'lum bir xil sin belgini seplab olamiz deyotganimiz, mush mouse iconini seplaymiz. Unda o'z birini seplab boqaylik. Mouse icon. Men mushu ko'zni sepildim. Icon o'chdi ekan-ku.
ko'zni sepladik. Seplaganning yoq programmani qo'zg'atsam, bu yerga ko'z chiqmaydi. Sababi mouse icon xosligi o'z oldiga ayrim kuchga ega bo'lolmaydi. Cho'qim buningga mouse pointerning qiymatini 99 ga tengshab qo'yishimiz kerak. Yani eng ostidagi qiymat 99 ga o'zi seplash degan qiymatga bekitib qo'ygandan keyin programmani qo'zg'atsam, endi mousening sin belgisi ko'zga o'zgardi. Yani mouse icon deganimiz mousening sin belgisini seplash. Qiymati icon o'chida bo'ladi. O cho'qim mouse pointer bilan moslashib ishlaydi. Mouse pointerning qiymati 99 ga tengshelmasa, mouse icondagi biz seplagan rasm o'chida ko'rinmaydi. Mouse pointer. Mouse'ninki sin belgisi bilan moslashib ishlaydi. Yani mouse icon bilan. Ammo mouse iconga rasm seplimga xolasizlar. Bu 0 dan boshlab 15 gacha, ya'ni 16 xil alohida belgi bilan bizni ta'minlaydi. 0 dan boshlab 15 gacha 16 xil alohida belgi bilan bizni ta'minlaydi. 5 degan qiymatni ba'dan ani qo'zg'atdim programni. Qo'zg'atib ekasam, sin belgi o'zgardi-ku? Sin belgi o'zgardi. Yani yo'tkash holati keldi. Qolgan birsiga tanlasak, mouse'ning shakli o'zgardi. Hozir qush belgisi o'zgardi-ku? Mouse'ning shakli o'zgardi. Agar mouse iconga o'zimiz seplagan sin belgini ko'rsatman deyotganmiz, mouse pointerning qiymati 99 ga tengshilishi kerak. 99 ga. Windows o'z ta'minlab bergan sin belgilarni ishlatman deyotganmiz, 0 dan boshlab 15 gacha o'g'inda tanlaymiz. Shakli o'zgardi-ku? Sin belgining shakli o'zgardi. Mouse pointer sin belgi shakli. Yani sin belgining shaklini belgilash uchun ishlatildi. Movable yo'tkamaslik. Navbatdagi shu ko'znakni yo'tkigil bo'ladigan qilish yoki ko'ringan o'rindan qo'zg'atib olmaydigan qilib qo'yishni bekitadi. Biz odatda programni qo'zg'atib, mouse ustunidan tutib bundoq yo'tkasak yo'tkiladi-ku? Yo'tkiladi odatda. Endi biz movablening qiymatini yolg'on qilib qo'ysak, programni qo'zg'atgandan keyin mana yo'tkilmaymiz. Yo'tkigil bo'ldimi? Hozir yo'tkigil bo'lmaydi. Demak, bu logikalik qiymat oladi. Qiymati rost va yolg'on. Agar rost bo'lsa qiymati, u holda ko'znakni yo'tkigil bo'ldi. Agar qiymat yolg'on bo'lsa, u holda ko'znakni yo'tkilmaymiz. Ichilgan o'rindan qo'zg'at qilinmaydi. Razmir birligi. Navbatda biz shu ko'rsatilgan narsalarningki egizlik, kenglik razmirlarning qiymatining birligini, santimetrmi, pikselmi, nuqtami deganga o'xshash birligini belgilash uchun ishlatildi. Shkalli mod. Bu 0 dan boshlab 7 gacha 8 xil qiymat oladi. Masalan, piksel. Biz doim ishlatilgan piksel qiymat olmoqchi bo'lsak, men pikselni ishlatay desam, 3 degan qiymatni bersak, 206 piksel. Navbatdagi shu ko'znakninki shkalli egizligi 206 piksel ekanligini ko'rsatadi. Shkal kengligi 312 piksel ekanligini ko'rsatadi. Demak, biz pikselmi, santimetrmi yoki millimetrmi mush o'rindan qolgan birsini tanlab olsak bo'ldi. Hozir millimetr bo'ldi. 54,5 millimetr. 5 santidan ortiq demakchi egizligi. Demak, shkal mod deganimiz mushu razmirlarning birligini ko'rsatadi. Startup position. Yani mush navbatdagi ko'znakninki qo'zg'algan vaqtida qaysi o'rinda chiqishini bekitadi. Odatda bu 4 xil qiymat oladi. 0 olgan vaqtida qo'l orqali belgilab qo'yamiz. Ya'ni hozir ko'znak ekranninki mushu ramkani qo'zg'atgandan keyin biz ko'znakninki ekranninki sol usti burchakda turganligini ko'rdik. Men buni mayaqroq belgilab qo'ysam, ekranning dal o'tirdan qo'zg'aldi. Programni qo'zg'atgan vaqtida o'tirdan qo'zg'aldi. Yoki ustigaroq taqab qo'ysam, programni qo'zg'atgan vaqtida ust tarafdan qo'zg'aladi. Shunga o'xshash qo'zg'alish o'rnini bekitish uchun ishlatildi. Startup position. Agar barliq narsalarning o'tirda bo'lsa, ya'ni bir qancha ramka bo'lsa, ramkaning ichidagi asosiy ramkaning o'tirda, ekranning o'tirda, shunday dal o'tirda qo'zg'alishini ko'rsatadi. Agar qiymatni ekranning o'tirda qilib belgilab qo'ysak, biz mayli nega gapirib qo'yaylik, programni qo'zg'atgandan keyin bu o'tirda qo'zg'aladi. Dal o'tirda. Shu bir qancha xil shakli bor.
o'ttirda qo'zg'alish, qo'l orqali bekitish, o'zingizlar xohlagancha bekitib olsanglar bo'ladi. Ekranni shu ko'znak navbatgi programmaning ko'zniga qo'zg'algan vaqtida ekranning qaysi o'rinda qo'zg'atishni belgilaydi. Startup position. Picture bucket maxsus shu surat bir taraf qilish sohasida ishlatilgan kontrol bu. Buning o'zgarishliq nurg'un xosliqlari va forumda so'zlangan ba'zi xosliqlarni mana shunday so'zlaymiz. Oligin deydi. To'g'rilash degan gapkan-ku. Ammo oligin hech qanday nol bo'lgan vaqtda hech qanday o'ringa to'g'rilamayotgan-ku. Yani xalqa ya yo'tkaytganmiz. Endi bir bo'lib qolib qolsa, oligin top deb ust tarafga yo'tkaydik. Mana mayaga ekansak, ustida ko'rindi. Boshqa tarafga kelmayotgan-ku, mana. Ikki bo'lib qolib qolsa, ostida ko'rindi. Agar 3 bo'lib qolib qolsa, so'l tarafda ma'o bek cho'ng bo'lib ketgachga bilinishmidi, men mana kichikiltib ko'rsatib qo'yay. So'l tarafda. Agar bu qimmati oxirgi oliginning qimmati 4 bo'lib qolib qolsa, 4 bo'lsa, o'ng tarafda ko'rindi bu shunday.